Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 30 kunlik marafonimizning 4-kuni, ya'ni Devlog 4. Kecha loyihamizda tayyorlash ishlamay qolgandi va men bu sizlardan yashamasdan boricha ko'rsatgandim. Xullas, videodan keyin to'xtab qolmadim va sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan, ya'ni shu sun'iy intellekt yordamida xatolarimni tahlil qilib, ba'zi keraksiz fayllarni o'chirib, ya'ni JSXni TSXga o'tirib va cat TSX qilib, shunday qilib muammoni yechishga harakat qildim va deyarli yetishdim ham. Mana Taiwan CSS orqali kart yaratdik, ikkita. Bittasi ichida 12 ta like, bu yerda props orqali qilganman buni. JSX bu yerda hozircha bitta xato bilan e'tiborga olamiz va bu yerda props orqali likes 12 deyish orqali ma'lumotni ekranga chiqaryapman. Bu yerda ham props, bu yerda ham props ishlatilgan. Taiwan CSS ulangan hozirgi holatimiz. Hozircha holatimiz shunaqa. Index CSS faylini ochib ko'ramiz va bu yerda ham ozgina o'zgarishlar qildim. Keraksiz fayllarni o'chirdim, ya'ni keraksiz qatorlarni o'chirdim va qo'shimcha oddiyroq bo'lgan importni qo'shib qo'ydim. Xullas, hozirgi holatimiz shunaqa va assets papkasi ham hozircha menga kerakmaydi. Menimcha bu oddiy shabloncha rasmlar bizni React yaratgan buni va buni hozir bizga kerak yeri yo'q. Shuning uchun o'chiramiz. Ortiqcha narsalarni bu yerda nega cannot find name div deyapti. Shuning uchun harakat qilmoqchiman. Lekin hozir ko'rinoki qaytarsak, wow, nima bo'ldi? Hozir bu yerda yangi kod yozgan edim, shuning uchun ishlamay qolgandi. Mayli. Xullas, bugungi holatimiz shunaqa. Keyingi devloglarda yana o'rganishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizdek, dasturlash faqat ideal kod yozishdan iborat emas. Haqiqiy dasturchi xatoga duch kelganda taslim bo'lmasligi kerak va muammoni hal qilish kerak. Bugun biz uddaladik va keyin ham uddalashga harakat qilamiz. Ertaga Devlog 5 da bu kartlarga React props orqali turli xil ma'lumotlarni dahshatli tezlikda uzatishni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosing. 30 kunlik marafonimizni izohlarda qo'llab-quvvatlang. Ertagacha ko'rishguncha xayr.